Assalomu alaykum. Xamirlari kumir-kumir, mazzasi og'izda eriydigan ajoyib shirinligimiz gata. Choylar bilan ichishga, mehmonlarni oldiga qo'yishga, u bu joyga olib borishga ajoyib variant. To'liq retseptni videoning oxirida qo'yib ketaman. Birinchi bo'lib xamirini tayyorlab olamiz. 500 gram unga 200 gram sariyog' qo'shamiz. Yaxshilab qo'limizda kroshka qilib tashlaymiz. Yaxshilab aralashtirganimizdan keyin razrahlitel qo'shib olamiz 1 pochka. Quruq massamizga yarim piyola qatiq yoki smetana, 2 ta tuxum qo'shamiz, bitta tuxumni sarig'ini olib qo'yamiz. Yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamirimizni muzlatishga 15 minutga yuboramiz. Ichiga solishga yong'oq kerak bo'ladi, 200 gram. 200 gram shakar. Yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Yong'og'i men o'qlovda maydaladim. Xohlasanglar pichoqda, xohlasanglar blenderda maydalab olsanglar bo'ladi. Xamirimizni yupqaroq qilib yoyib olamiz. $80 gram xona haroratidagi sariyog'i xamiri yuziga surib chiqamiz yaxshilab. Agar xohlasanglar sariyog'i eritib, boyagi tayyorlab olgan shakar va yong'oqli massamizga qo'shib olsanglar ham bo'ladi. Shakar va yong'oqli massamizni sepib, yaxshilab qo'limiz bilan bostirib chiqamiz. Xohishga ko'ra koritsa ham qo'shib olsak bo'ladi, ta'mi ajoyib xushtam bo'ladi. Zichmas o'zini o'rami bo'yicha shundoq o'rab qo'yaveramiz. Agar tortib zich qilib o'raydigan bo'lsangiz, ichlari pishmasdan qolishi mumkin. Shuning uchun o'zini holatida yengil o'raymiz. Xo'p, xamirimizni yaxshilab rulet qilib o'rab olib, ustiga boyagi xamirdan ortib qolgan tuxumimizni sarig'ini yaxshilab surib tashlaymiz, chiroyli bo'lib qizarib chiqishi uchun. Xohishga qarab vilkada mana shunaqa naqshlar tushirib olsa bo'ladi. Vilkani u yoq bu yoqga yurgiztirib, xohlamasanglar shart emas. Yana xohishga qarab to'g'ri pichoqda, bo'lmasam mana shunaqa figurniy pichoqda kesib olamiz. 3-4 santimetrdan qilib kessak bo'ladi, shunda chiroyli chiqadi. Kesib olib, listimizga pergament qog'ozi solib olib, chiroyli qilib terib chiqamiz pechenyelarni, shirinliklarni. 180 gradusda 20-25 minutda mana shunaqa ajoyib bo'lib pishib chiqadi. Foydali retseptlardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.